Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Krezor. Bugungi videoda Minecraft yerlariga kirish savollar berib ko'ramiz. Qani unda videoga ketdik. Birinchi yozgan odamimiz prinsessa. Assalomu alaykum. O'g'il bola bo'lib qolganingizda nima qilardingiz? Salom. Nega g'alati savollaringiz? Dugonam uyga boradim, chunki uyni kaliti menda bor. Keyingi yozgan odamimiz Felix. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Minecraftda xotiningiz bo'lganda har kuni nima qilardingiz? Felix shunaqa videodan 3 ta tashlavordilar. Keyingi yozgan odamimiz Dizer. Assalomu alaykum. 22 ko'paytiruv 22 nechi? 1 8 8 2 8 8 3. Keyingi yozgan odamimiz Estromik. Assalomu alaykum. Va alaykum. Siz ko'p qizlar bilan yurarkansiz? Yo'q. Bachangiz aytdi-ku, yuramanmi, yo'qmi? Po'x. Bu savolni men bermadim, ChatGPT berdi. Po'x, ko'rmaganga olamiz. 2000 years later. Keyingi yozgan odamimiz Ilya. Assalomu alaykum. Bu qiz sizni so'rayapti, nima dey? Pashol devoring, I am alone boy. U sizga xitoychasiga shende dedi. Men o'zbeklikman, xitoylik emas. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Shu videoni tagida yoki kommentariyada meni Telegram kanalim bor. Shu yerga ham qo'shilib qo'ying. Hamda bu futbolchining nomini kommentariyaga yozib qo'ying.